Bo'ldi, chiqdim, qayerda turibsan? Yo'qsan-u? Hozir boraman. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. E'lon bo'yicha keluvdim. To'g'ri keldimmi? Adashmasam telefonda siz bilan gaplashdimmi? Ha, to'g'ri keldingiz. Keling. Xush kelibsiz, bolam. Rahmat. Men yetimman. Qaniydi ota-onam bo'lsa-yu, xizmatlarini qilsam, duosini olsam. Bugun o'sha e'lonni ko'rib, to'g'risi juda ham xursand bo'lib ketdim. Shunga keluvdim. Biz ham farzand ko'rmaganmiz. Bola asrab olmoqchi bo'ldik. Lekin jur'atimiz yetmadi. Yoshimiz ham bir joyga borib qoldi. Men jon deb farzand bo'lishga tayyorman. Ozgina yig'ib qo'ygan pullarim bor. Faqat sharoitinglarni ko'rib, qurbim yetmasa kerak deb qo'rqaman. O'g'lim, siz allaqachon ota-onani sotib oldingiz. Qanaqasiga? Siz ko'rgan e'lonni 8 yil oldin osib qo'yganmiz. Mana shu kungacha hech kim kelmadi. Demak, sizga haqiqatdan ham ota-ona kerak ekan. Men sizga ota bo'laman. Mana ayolim sizga ona bo'ladi. Ona, o'g'lim, xush kelibsan. Xush kelibsan. Rahmat.